Bugün biz verbal va noverbal haqida gaplashamiz. Verbal bu nutq bilan bog'liq. Noverbal bu mimika, gestikulyatsiya va pantomimika hisoblanadi. U ham fikr ifodalaydi, lekin so'zsiz ifoda etadi, harakatlar orqali, yuz ko'z ifodasi orqali bo'ladi. Men hozir bitta maqolni keltiraman. Qani siz topa olarmikansiz? Qarang. 7 o'lchab bir kes. Mana harakatini ko'rsatdim. Soddaroq bo'lgani uchun darrov topdingizlar. Endi mana buchi. Boshga til kulfat keltir. Boshga balo tildan kelar. Yana avval o'yla, keyin so'yla degan. Xuddi shunga o'xshab maqol yoki aforizmlarni aytasiz va biz diqqat bilan kuzatamiz. Kimdan boshlaymiz? Marhamat. Keling. Hop. Bir o'zim 4 kishini yıkaman degan. Endi bunday maqol yo'q-da. Qani? Ha? Yo'q. Ali Baba 40 qaraqchi deb o'tiribdi bu yoq mana. Bu emas. Yana kim? Yana bir marta ko'rsatadi, diqqat bilan qarang. O'zim bitta erkakka 4 ta xotin mumkin. Endi har kim soddalashtiramiz shuni. Yo, o'zim shunaqa. Shuni o'zini sal bir chiqadigan ishoratlar qo'shiladi-da. Gapirdinglar? Yo'q, gapirmasdan. Bitta yigitga 40 xonaros degan shunaqa ma'noda. Bir kishiga 4 keltirildi. Yo'q, endi 40 deganga baribir shu bunday qilib ko'rsatsam bitta urilardi-da bu narsa. Yaxshi. Qarsa chalib qo'yamiz. Bu yoq demak sal murakkablashgan shaklda aytdi. Yana maqollar bor, o'zingiz bilasiz. Qani kim chiqadi? Kim shu turgan holida gapiradi? Menda bor. Qani ha. Ha. Qani ha. Qani diqqat bilan qaraymiz ha. Ikkita variant bor. Xo'sh. Bittasi oddiyroq, ikkinchisi 18+. Hop. Qaysi biri? Har holda Instagramga chiqibdi. 65 plus yo'qmi? Qani ha. Bu juda sodda bo'ldi. Bilagi birni yiqar, bilimi zo'r mingni yiqar degani. Buni darrov topishdi. Topishdi. Endi Yorqinbek. Ha. Sodda lekin. Ha, qani? Murakkablashtirib ayting unda, sodda bo'lsa, biri bilmasin. Yana qaytadan. Mana shuni esladim. Yozish kerak emas. 80 ta Sotib olish kerak emas. 8 o'lchab bir keshmi? Yo'q. 8 ikkinchisiga qo'yasiz. Ha. Nima edi? Saramasdan Ha. Ha, unda sanamaydigan bunday qilish kerak edi. Buni bunday qilganimda men hozir kompyuter teryapman. Ben yozishlar. Kompyuterda-da. Bo'ladi. Yana kim ayta oladi? Abro? Bitta. Faqat mana bu narsa deb tushunasizlar, ha? Ha. Maqolda emas, Instagramda o'rgatasiz. Ha. Mana qarang. Qani? Nima eksang shuni urasan. Ha, to'g'ri. Shuning uchun narsa deb ana qildim. Endi Zapada topadi, ha? Nima eksang shuni o'rasan dedi. Yaxshi. Xo'p. Har biringiz alohida mana shunday tayyorlab kelasizlar. Bittadan emas, 4 tadan. Va alohida yozib olamiz va biz buni kuzatuvchilarimizga jo'nataman. Yo'q, rostdan jo'nataman. Siz hech narsa gapirmaysiz, faqat shunday turib ishora qilasiz. Shuni o'zi ham bo'ladi. Lekin bugun albatta Instagram uchun bittasini yozamiz. Bizni kuzatishda davom eting azizlarim.